butun O'zbekistondagi bo'lgani kabi Buxoro viloyatida ham soatlari hamma yo'nalishda o'zining samarasini beryapti. Iqtisod ismi, ijtimoiy hayot ismi, madaniy hayot ismi, mana xalqlar do'stiga ham mana ko'rib turibsiz. Barcha xalqlarimiz vakillari xuddi o'zlarining ona vatanlarida O'zbekistonni bir yuraklaridan joy-joy tushirib turib o'sishgan hech qanaqa bir muammosiz turmush kechirishyapti. Bunga albatta hurmatli prezidentimiz tomonlarida yuritilayotgan uzoqni ko'zlab yuritilayotgan siyosat samarasi. Hozir xohlagan mana shu millat vakillaridan so'rasangiz, ularning yuragidagi bir shukronalik, jo'shqinlik, hayotga ishtiyoq, mana shu O'zbekistondagi tinch totuvlikka faqat va faqat shukrona qilishyapti. Albatta biz rahbarlar hududlarda bu ishlarni, bu savob ishlarni yanada kuchaytiramiz. Mana hozir turli millat vakillari bilan birga biz do'stlik bog'ini barpo qildik. Mana bugungi kunga o'ylaymanki, bundan keyin ham yurtimizda, jumladan viloyatimizda, mana shu uzoq tumanlarimizda biz hozir Peshku tumanini eng chekka desak noto'g'ri bo'ladi. Barcha uzoqroq hududlardan shogird mahalla fuqarolar yig'indamiz. Lekin mana shu yerda butun Buxoro viloyatidagi turli millat vakillari ishtirok etishayotgani ham bu do'stlikning bir yaqqol ifodasi. Va ularning ko'zlaridagi quvonch, ularni yuraklaridagi ishtiyoqni ko'rib, buni ikkara ishonch hosil qiladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, butun yurtimizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham mana shu do'stlik rishtalarini mustahkamlash va ayniqsa mana bugun o'zbek, tojik, qirg'iz millat vakillari bo'yicha Xo'jand shahrida bo'lib o'tayotgan katta tadbirda ham men o'ylayman, bu ishlarni yanada mustahkamlash uchun yana katta zamin yaratadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, biz doimo mana shu xalqimizni birligi uchun, islohotlarni bardavomligi uchun qattiq harakat qilib, Buxoro viloyatidagi barcha rahbarlar Buxoro viloyati xalqi birgalikda ishlaydi.